Hayot menga 10 yilda o'rgatgan saboqlarini sizga 60 soniyada o'rgataman. Bolaligimda hayot meni erta ulg'aytirdi. 7 yoshimdan sut qatiq sotib, hatto yangi yilda ham kolbasa degan narsa bo'lmasdi. Aqlim kirmasdan turmush qurdim. Hayot meni ko'p sinadi, lekin sinib qolmadim. Har bir yiqilishim, turishim bo'ldi. Aslida ayol kishi bo'lib tug'ilish erkak bo'lishdan ham qiyinroq. Hamma narsani balansda ushlash kerak. Oila, bola, karyera va hammani ko'ngliga birdek yoqolmaysiz. Agar sen ayol kishi bo'lsang, meni yaxshilab eshit. Necha yoshdasan, qayerdasam bilmadim-ku, lekin sen hech nimaga erishmagan bo'lsang, demak seni xafa qilishmagan. Agar bizni kimdir xafa qiladigan bo'lsa, biz hamma narsaga erisha olamiz. Maqsadlaringni yozib bor, ertaroq uyg'on, orzu qilishdan to'xtama. Orzu qilishdan to'xtagan kuning o'lgan hisoblanasan. Shu gaplarimni yerda ham gapirsam bo'lardi. Odamlar nima deydi? Menga farqi yo'q. Odamlarga faqatgina foyda istesa bo'ldi. Hattoki yaqinlaringizga ham. Hayotgancha obuna bo'lishingiz sizdan chiqmasin.